Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya bo'lmaydi. Pensiya to'xtaydi. Pensiya jamg'armasi yangi izoh berdi degan gaplar odamlar orasida juda tez tarqalmoqda. Ko'pchilik xavotirda. Men ishlagan yillarim hisobga olinadimi? Stajim yetmasa nima bo'ladi? Plastik kartaga tushayotgan pensiya bekor bo'ladimi? Chet elda ishlagan davrim pensiyaga kiradimi? Ayollar uchun bola parvarishi davri qanday hisoblanadi? Norasmiy ishlagan odamlar keyin pensiyasiz qoladimi? Men bugun shu savollarning hammasini oddiy, tushunarli tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, ota-onangizga ham, o'zingizga ham, farzandlaringiz kelajagiga ham. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikni xatodan, ortiqcha yugur-yugurdan va keyinchalik afsuslanishdan saqlaydi. Avvalo eng asosiy narsani aytaman. Pensiya tizimi birdaniga yo'q bo'lib qolayotgani yo'q, lekin pensiya olish tartibi, ish stajini tasdiqlash, badallar va rasmiy daromad masalasi yildan yilga aniqroq, raqamliroq va tekshiriladigan tizimga o'tmoqda. Ilgari ko'p odamlar mehnat daftarcham bor, tamom pensiyam chiqadi deb o'ylardi. Hozir esa faqat mehnat daftarchasidagi yozuv emas, balki tashkilot haqiqatan badal to'laganmi, ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi, elektron bazalarda ma'lumot bormi? Shular ham muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Oldin qanday edi? Odam korxonada ishlardi. Kadrlar bo'limi mehnat daftarchasiga yozuv kiritardi. Keyin pensiya yoshiga yetganda arxivdan ma'lumotnoma olinardi. Ish haqi to'g'risida hujjatlar yig'ilardi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga topshirilardi. Albatta, bu tizimda ham tekshiruv bo'lgan, lekin ko'p jarayon qog'oz hujjatga bog'liq edi. Ayrim joylarda hujjatlar yo'qolgan, arxiv kuygan, korxona yopilgan, nomi o'zgargan, rahbarlar almashgan. Natijada odam 20 yil ishlagan bo'lsa ham hujjatini topolmay qiynalgan. Endi nima o'zgardi? Hozir davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Soliq ma'lumotlari, mehnat shartnomalari, ish haqi, ijtimoiy to'lovlar, bandlik bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni shuki, kelajakda odam bir dasta qog'oz ko'tarib yurmaydi. Lekin og'ir tomoni shuki, norasmiy ishlagan, maosh konvertda berilgan, mehnat shartnomasi tuzilmagan, soliq va badal ko'rsatilmagan odamning pensiya hisobida muammo paydo bo'lishi mumkin. Demak, pensiya bo'lmaydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Hamma uchun pensiya bekor bo'lyapti degani emas. Lekin rasmiy staji yo'q, zarur hujjati yo'q, badal va daromadi tasdiqlanmagan odam pensiya tayinlashda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Mana shu masala odamlarni shok holatiga tushiryapti. Men birinchi navbatda kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini aytaman. Agar siz rasmiy tashkilot mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, oyligingizdan tegishli soliqlar va to'lovlar hisoblangan bo'lsa, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat tarixingizda ma'lumotlar mavjud bo'lsa, sizda pensiya masalasida asosiy baza bor. Albatta, hujjatlarni oldindan tekshirtirish baribir kerak, lekin siz butunlay pensiyasiz qolaman deb vahima qilishingiz shart emas. Masalan, bir erkak kishi 1995 yildan 2010 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2010 yildan 2024 yilgacha maktabda xo'jalik mudiri bo'lib ishlagan deylik. Zavodda allaqachon yopilgan, lekin arxivda buyruqlar, ish haqi vedomoslari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar saqlangan. Maktabdagi davri esa elektron tizimda bor. Bunday holatda uning staji bo'yicha hujjatlar to'g'ri yig'ilsa, pensiya tayinlash imkoniyati mavjud. Muammo faqat zavod davrini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotini topishda bo'lishi mumkin. Endi kimlar jiddiyroq e'tibor berishi kerak? Birinchi guruh, ko'p yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, aytaylik, bir kishi 25 yil qurilishda usta bo'lib ishlagan, har oy yaxshi pul topgan. Lekin hech qayerda rasmiy ro'yxatda bo'lmagan. U men oxir ishladim-ku deydi. Ha, mehnat qilgan, oilasini boqqan, uy qurgan, bola o'qitgan. Lekin pensiya tizimi uchun asosiy savol boshqa. Bu mehnat rasmiy tasdiqlanganmi? Ish beruvchi bilan shartnoma bo'lganmi? Soliq to'langanmi? Hujjat bormi? Agar bular bo'lmasa, davlat bazasida u davr ish staji sifatida ko'rinmasligi mumkin. Shunda pensiya yoshiga yetganda odam 15 yilim qani deb qoladi. Ikkinchi guruh, maosh qisman rasmiy, qisman konvertda berilganlar. Masalan, ayol kishi xususiy firmada 10 yil ishlagan, real oyligi 5 million so'm bo'lgan, lekin hujjatda 1 million 2 ming so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisobida rasmiy daromad inobatga olinadi. Ya'ni keyinchalik pensiya miqdorini hisoblashda
men 5 million olardim degan og'zaki gap emas. Rasmiy ko'rsatilgan summa ahamiyatli bo'ladi. Natijada odam ko'p ishlagan bo'lsa ham pensiyasi kutilganidan pastroq chiqishi mumkin. 3-guruh chet elda ishlayotgan fuqarolar. Juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Ularning savoli bitta. Men chet elda ishlayapman. O'zbekistonda pensiyam bo'ladimi? Bu yerda ham asosiy mezon hujjat va to'lov. Agar xalqaro shartnomalar, rasmiy ish joyi, sug'urta to'lovlari, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ayrim holatlarda hisobga olinishi mumkin. Lekin odam chet elda norasmiy ishlagan, ish beruvchi hech qanday hujjat bermagan, na shartnoma bor, na to'lov bor, na tasdiq bor bo'lsa, keyin O'zbekistonda men 8 yil chet elda ishladim deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi. 4-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, hunarmandlar, taksichilar, ustalar, dehqonlar. Bu insonlar men davlat ishida ishlamaganman, lekin daromadim bor edi deyishi mumkin. Bu yerda muhim jihat shuki, faoliyatni rasmiylashtirish, tegishli to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish, o'zini o'zi band qilish yoki tadbirkorlik maqomini to'g'ri yuritish kelajakdagi pensiya huquqiga ta'sir qiladi. Bugun hujjat qilmayman, soliq to'lamayman, baribir pul topyapman degan fikr ertaga pensiya yoshida og'ir savolga aylanadi. 5-guruh ayollar, ayniqsa ko'p yil uyda bola tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Bu juda nozik masala. Ayol kishi 20 yoshidan 30 yoshigacha bir necha farzand ko'rgan, uyda bo'lgan, keyin ishga chiqqan bo'lishi mumkin. Bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar qonunchilikda ma'lum tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning ham o'z chegarasi, hujjati, sharti bor. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, mehnat faoliyatidagi tanaffus sabablari, ish joyidan buyruqlar, dekret ta'tili hujjatlari muhim bo'ladi. Men uyda edim degan gapning o'zi har doim yetarli bo'lavermaydi. Keling, raqamli misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Akmal aka 10 yoshga yaqinlashyapti. U 12 yil zavodda, 8 yil xususiy korxonada, 5 yil taksida norasmiy ishlagan. Jami hayotida 25 yil mehnat qilgan. Lekin hujjatda faqat zavoddagi 2 yil va xususiy korxonadagi 8 yil tasdiqlansa, pensiyasi hisobida 20 yil ko'rinadi. Taksidagi 5 yil agar rasmiy faoliyat, soliq, o'zini o'zi band qilish yoki boshqa tasdiq bo'lmasa, muammo bo'lishi mumkin. Akmal aka o'zini 25 yil ishladim deb hisoblaydi. Tizim esa tasdiqlangani 20 yil deydi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 25 yoshga yaqin. U 7 yil bog'chada ishlagan, keyin 9 yil farzandlar bilan uyda bo'lgan, keyin 15 yil poliklinikada ishlagan. Uning umumiy holati yaxshi ko'rinadi, lekin bola parvarish davrini to'g'ri hujjatlashtirmasa, ayrim yillar hisobga olinmasligi yoki cheklangan tartibda olinishi mumkin. Agar u oldindan tuman pensiya bo'limiga borib, qaysi hujjat kerakligini aniqlasa, tug'ilganlik guvohnomalari, ishga kirish-chiqish buyruqlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlarini tayyorlasa, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil kechadi. 3-misol, Sardor 35 yoshda IT sohasida masofadan ishlaydi, daromadi yaxshi. Lekin u hali pensiyaga ancha bor deb hech narsani rasmiylashtirmayapti. Bugun o'yga 1 million so'm topishi mumkin. Lekin agar daromadi rasmiy ko'rinmasa, kelajakda pensiya staji shakllanmaydi yoki juda kam shakllanadi. Men bunday yosh insonlarga doim aytaman. Pensiya yoshi uzoq ko'ringani bilan staj bugundan yig'iladi. 20 yildan keyin nega o'sha payt rasmiy ishlamadim deb afsuslanmaslik uchun bugun o'z faoliyatingizni qonuniy yo'lga qo'ying. 4-misol. Muhabbat opa bozor savdosida 19 yil ishlagan. Patenti bo'lgan davrlari bor, lekin ayrim yillarda hujjat qilmagan. Kvitansiyalar yo'qolgan, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni bilmaydi. Bunday vaziyatda men bozorga chiqib turganman, hamma biladi degan guvohlar ba'zan yordam bermasligi mumkin. Chunki pensiya hisobida rasmiy tasdiq ustuvor. Shuning uchun tadbirkorlar barcha to'lov kvitansiyalari, ro'yxatdan o'tganlik hujjatlari, soliq ma'lumotlarini alohida papkada saqlashi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuv noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, muhr noaniq bo'lsa, tashkilot nomi to'liq yozilmagan bo'lsa, ishga qabul qilish yoki bo'shatish buyrug'i raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, keyinchalik savollar tug'ilishi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi daftarchilarda xatolar ko'p uchraydi. Masalan, familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova ima deb yozilgan, tug'ilgan sana xato, korxona nomi o'zgargan. Bular kichik xato ko'ringani bilan pensiya rasmiylashtirishda vaqtni cho'zadi.
Ikkinchi nozik jihat arxiv masalasi. Ko'plab korxonalar tugatilgan, birlashgan, xususiylashtirilgan yoki nomi o'zgargan. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda hamma hujjat ham ideal saqlanmagan. Shuning uchun pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlaringizni tekshirishni maslahat beraman. Agar arxivdan ma'lumot topilmasa, sud orqali stajni tasdiqlash masalasi kelib chiqishi mumkin. Bu esa vaqt, asab va xarajat talab qiladi. 3-nozik jihat chet eldagi mehnat faoliyati. Ayrim davlatlar bilan pensiya va ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuvlar bo'lishi mumkin. Ayrimlari bo'yicha tartib boshqacha. Shuning uchun chet elda ishlayotgan odam shartnomani saqlashi, ish beruvchidan ma'lumotnoma olishi, sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlarni yig'ishi, tarjima va notarial tasdiq masalasini oldindan o'rganish kerak. Telegramda ishlaganman. Brigadir pul bergan degan holatlarni keyin rasmiy stajga aylantirish juda qiyin. 4-nozik jihat pensiya miqdori faqat stajga emas, rasmiy daromadga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha faqat necha yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin qanday oylik ko'rsatilgan degan savol ham muhim. Agar 20 yil davomida minimal oylik ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga mos hisoblanishi mumkin. Shuning uchun ish beruvchi bilan kelishayotganda faqat qo'lga tegadigan pulni emas, rasmiy oylikni ham so'rang. Bugun konvertda olingan qo'shimcha pul yoqimli ko'rinadi, lekin ertaga pensiya hisobida u ko'rinmaydi. 5-nozik jihat. Pensiya yoshiga yetgan odam avtomatik ravishda hamma huquqdan foydalangan bo'lib qolmaydi. Ya'ni siz belgilangan yoshga yetdingiz, endi hammasi o'zidan tushadi deb o'ylamang. Ariza berish, hujjat topshirish, bank kartasi, yashash manzili, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat staji, daromad ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa, jarayon cho'ziladi. 6-nozik jihat ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar. Ayrim odamlar pensiya chiqsam ishlay olmaymanmi deb qo'rqadi. Umuman olganda pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ko'p odamlar ishlashni davom ettiradi. Lekin har bir toifa, har bir to'lov, har bir imtiyoz bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim shunaqa dedi degan gapga ishonmasdan, o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy maslahat oling. 7-nozik jihat nogironlik pensiyasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Yoshga doir pensiya bir xil narsa emas. Odamlar bularni aralashtirib yuboradi. Har birining sharti boshqa, hujjati boshqa, hisoblash tartibi boshqa. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlikda marhumning staji va oila a'zolarining holati ahamiyatli bo'lsa, nogironlik pensiyasida tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi, nogironlik guruhi, mehnat qobiliyati bilan bog'liq hujjatlar muhim. Shuning uchun bir toifa bo'yicha eshitgan gapni boshqasiga qo'llamang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Qayerda ishlagansiz, qaysi yildan qaysi yilgacha qanday lavozimda, qaysi tashkilotda ishga kirish va bo'shash sanalari qanday bo'lgan, barchasini alohida daftar yoki faylga yozib chiqing. Faqat xotiraga ishonmang. 1998 yilmi, 1999 yilmi bir oy farq ham muhim bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnomalar. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish hujjatlari, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma narsani bitta papkaga soling. Hujjatlarning nusxasini ham, elektron suratini ham saqlang. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir davlat xizmatlari, soliq, bandlik va boshqa tizimlarda shaxsiy ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlari kengaymoqda. Imkon bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlari yoki tegishli rasmiy ilovalar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Agar ish joyingiz ko'rinmasa, ish beruvchi bilan gaplashing. Keyin to'g'rilaymiz degan gapga ishonib yuravermang. 4-qadam, ish beruvchidan rasmiylikni talab qiling. Agar siz hozir xususiy firmada, do'konda, ustaxonada, kafeda, qurilishda, bog'chada, klinikada yoki boshqa joyda ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bormi? Buyruq chiqqanmi? Oyligingiz rasmiy ko'rsatiladimi? Soliq va to'lovlar amalga oshiriladimi? Shularni so'rang. Bu uyat emas. Bu sizning kelajakdagi huquqingiz. Bugun ish beruvchi sizga qo'lga ko'proq beraman, hujjat kerak emas desa, ertaga siz pensiya bo'limi oldida yolg'iz qolasiz. 5-qadam, arxivni oldindan izlang.
Agar siz eski korxonada ishlagan bo'lsangiz va u korxona hozir yo'q bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga korxona huquqiy vorisi bo'lsa, o'sha tashkilotga murojaat qiling. Arizada to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan davringizni, lavozimingizni, korxona nomini imkon qadar aniq yozing. Masalan, men Karimov Alisher To'lqin o'g'li 1996 yil 2 martdan 2004 yil 20 avgustgacha Toshkent shahar O'cha avtokorxonasida haydovchi lavozimida ishlaganman. Shu davr bo'yicha ish staji va ish haqi ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, familiya hujjatdagi xatolarni to'g'rilang. Ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgaradi. Ayrim hujjatlarda eski familiya qoladi. Ba'zan otasining ismi bir harf bilan farq qiladi. Bunday xatolarni pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, hozirdan hal qiling. Ifode yo'q hujjatlari nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar tartibda bo'lsin. 7-qadam, chet elda ishlasangiz, hamma hujjatni rasmiy oling. Mehnat shartnomasi ish beruvchidan ma'lumotnoma, oylik to'langanini tasdiqlovchi hujjat. Sug'urta yoki soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar, migratsiya hujjatlari, yashash yoki ishlash ruxsatnomasi bo'lsa, barchasini saqlang. O'zbekistonga qaytgandan keyin qayerdan olaman deb qiynalmaslik uchun har yili nusxa olib boring. 8-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, to'lovlaringizni nazorat qiling. Yakka tartibdagi tadbirkorlik o'zini o'zi band qilish, ijara daromadi, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish, taksi faoliyati kabi yo'nalishlarda ishlasangiz, rasmiy maqomingiz va to'lovlaringiz pensiya masalasiga ta'sir qilishi mumkin. Har oy yoki har chorakda mening to'lovim o'tdimi, qarzim yo'qmi, ma'lumot bazada ko'rinyaptimi deb tekshirib boring. 9-qadam, pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan boring. Menga pensiya tayinlash uchun qaysi hujjatlar kerak? Stajim bo'yicha qanday kamchilik bor? Qaysi davrni tasdiqlashim kerak deb yozma yoki og'zaki maslahat oling. Agar imkon bo'lsa, javoblarni yozib oling. Hujjat topshirish kuni kelganda nimadir yetishmay qolsa, jarayon cho'ziladi. 10-qadam, rad javobi yoki tushunarsiz qaror bo'lsa, qo'l siltamang. Agar sizga bu davr hisobga olinmaydi yoki hujjat yetarli emas deyilsa, sababini aniq so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma bo'yicha rad etilyapti? Qanday tartibda shikoyat qilish mumkin? Bularni bilishga haqqingiz bor. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling, davlat xizmatlari orqali ariza yuboring, huquqshunosdan maslahat oling. Ba'zi masalalar qo'shimcha hujjat bilan hal bo'ladi. Ba'zilari sud tartibida tasdiqlanishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Faqat mish-mishlarga ishonmang. Falonchi aytdi, endi hech kimga pensiya berilmas ekan. Hamma stajlar kuyar ekan. Faqat elektron bo'lsa pensiya bo'lar ekan. Kabi gaplar odamni vahimaga soladi. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, soliq organlari, mehnat organlari bergan izohlarni o'qing. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Eng katta xato vahimaga tushib hech narsa qilmaslikdir. Men bu mavzuda eng asosiy xulosani shunday aytaman. Pensiya kelajakda qo'lga tushadigan tasodifiy yordam emas. Bu bugungi rasmiy mehnatingiz, to'lovlaringiz va hujjatlaringiz natijasidir. Kim bugun hujjatni tartibga solsa, ertaga kamroq qiynaladi. Kim bugun mayli keyin ko'ramiz desa, ertaga arxiv, sud, idora navbat va rad javoblari bilan yugurishi mumkin. Bugun biz eng muhim masalani ko'rdik. Pensiya yo'q bo'lib ketayotgani yo'q, lekin pensiya olish uchun rasmiy staj, to'g'ri hujjat, tasdiqlangan daromad va tartibli ma'lumotlar juda muhim bo'lib bormoqda. Norasmiy ishlaganlar, konvertda oylik olganlar, chet elda hujjatsiz ishlaganlar, eskiz korxonalarda ishlagani orqini tekshirmaganlar, tadbirkorlik to'lovlarini nazorat qilmaganlar albatta o'z holatini ko'rib chiqish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq mehnat daftarchangizni, elektron ma'lumotlaringizni, eski ish joylaringizni va hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangizning ham hujjatlarini ko'rib bering. Chunki pensiya yoshiga kelganda birgina yetishmagan ma'lumot bir necha oy vaqtni olishi mumkin. Sizning fikringiz qanday? Sizda yoki tanishlaringizda pensiya staji, arxiv, mehnat daftarchasi, chet eldagi ish davri bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam o'z huquqini ham, kelajagini ham yaxshiroq himoya qiladi.